assalomu alaykum. Skariya kosmetika sirlarini yuz parvarish qilish haqida juda ham qiziqarli ma'lumotlarni va har xil layfhaklarni aytib o'tadigan Komux.uz kanaldasiz. Kanalimizga xush kelibsiz azizlarim. Bugungi sizlar bilan mavzuyimiz kommentariyada ko'pchiliklar yozdinglar. Demak, ko'pincha har doim videoni oxirida aytaman. Qanaqa savollarlar bo'lsa yozinglar. Bugun o'sha ko'p chiqqan savollarimiz Koreyaning eng mashhur brendi hozirgi kunda Skin 1004 Madagaskar brendi haqida gaplashishimizni yozgan ekansizlar. Bugun biz sizlar bilan mana shu brend haqida gaplashamiz azizlarim. Ammo paradoks bu brend haqida u mukammal bo'lishi mumkin yoki umuman ishlamasligi mumkin degan ekan. Lekin va barchasi bitta narsaga bog'liq azizlarim. Siz to'g'ri liniya tanlaganingizga bog'liqdir. Demak, bu degani siz yuzingizga mos bo'lgan parvarishni tanlashingiz. Demak, har nimamiz bilamiz, Skin Madagaskar 1004 da ham juda ham ko'p lineykalari bor. Keling, bu brend haqida sizlarga juda ham oddiy, sodda qilib tushuntirib beraman. Skin 1004 Madagaskar brendi bu teriga foydasini maksimal darajada oshirish uchun maxsus sharoitlarda o'stirilgan, o'simlik sifatida o'stirilgan Centella tufayli mashhur bo'lgan brenddir. Ammo tushunish kerak bo'lgan eng muhimi shundaki, ularda faqat bitta liniya emas, balki bir nechta liniyalar mavjud. Ularni har birini teringizdagi muammoga moslab tanlab foydalanishingiz kerakdir. Agarda sizni yuz teringiz tez qizarsa, har qanaqa mahsulotlarni surganingizdan keyin birpasda reaksiya berib yorsa, fol moddalarni surganingizdan keyin achisa, qizarsa, qichishsa va osongina yuzingizda tirnoq sotlari paydo bo'lsa, unda yuz teringiz sezgir teri hisoblanadi. Bu holatlarda Skinning eng asosiy lineykasi, demak, Centella lineykasi juda ham sizga mos tushadi. Bu lineykadan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Bu lineyka yuzingizni tinchlantirib beradi. Gap tez natijada emas, balki eng asosiysi yuz teringiz tinchligida va xotirjamligidadir. Reaksiyalar yuz teringizda kamroq bo'ladi. Noqulaylik hissi ham juda ham kamayib boradi va teringiz ishonchliroq ishlashni boshlaydi. Agar teringiz yog'li yoki normal ko'rinishga ega bo'lsa-yu, lekinda yuz teringiz tarang, suvsizlangan, ba'zan esa yuz teringiz quriyotgan bo'lib, xuddi teringiz to'kilayotgan hissi ham paydo bo'lishi mumkin va yuzingizni yuvganingizdan keyin yuzingiz shundoq qurib ketgan hislari ham bo'ladi. Bu holatlarda sizning yuz teringiz suvsizlangan yuz terisiga kiradi. Bunday hollarda sizga Holatika lineykasi juda ham mos tushadi. Bu lineyka yuzingizni yog'lantirmasdan yuzingizni qaytangi quruqlikni yo'q qilib namlantirib beradi. Agarda sizni yuzingizdagi eng asosiy muammoingiz yog'li yuz teri va yuzingizda yog'li porlashlar bo'lsa va kattalashgan teshiklar, demak katta poralar va juda ham ko'p bo'lgan qora nuqtachalar va yuzingizni notekis ko'rinishga ega bo'lsa, bunday holatlarda sizga Centella yoki namlantirish emas, balki aksincha sizni yuzingizdagi yog' ishlab chiqarishini, demak sebumni nazoratga oladigan lineykasidan foydalanishingiz kerak. Bu holatlarda sizga Skindan pushti lineykasi juda ham zo'r tushadi. Mana bu lineykasi. Bu lineyka yuzingizda yog' ishlab chiqarishni normallashtirib beradi va kun davomida yuzingizni toza, tekis qilib ko'rsatib beradi va yuzingizdagi kun davomida yog'lanishlarni yo'q qilib, yuzingizni chiroyli ko'rsatib beradi. Agar teringiz odatda normal holatda bo'lsa-yu, lekinda yuzingiz xira, ugridan qolgan dog'lar va yuzingizda xiralik, charchagan islari, katta pigmentatsiyalar bo'lsa, bunday holatlarda sizning yuz teringizni Skin Madagaskardan Tone Brightening lineykasi juda ham mos tushadi. Bu eng birinchi yaxshi yechim hisoblanadi. Yuz teringizni asvetlayt qilib, yuzingizga tabiiy chiroylik beradi. Demak, keyingi gapiradigan lineykamiz bu to'q jigarrang lineykasi. U terini tekislash va teringizga tetikroq uzatish uchun mo'ljallangan bo'lib va fol moddalaridan keyin, muolajalardan keyin yuz teringiz juda ham sezgir bo'lib qolgan bo'lsa va yuzingiz juda ham zaiflashgan bo'lsa, undan tashqari yuzingizdagi baryer buzilgan bo'lsa, demak, u holatlarda undan tashqari hamma mahsulotga reaksiya berayotgan bo'lsa, bunday holatlarda sizga
Probiotico lineykasini olib foydalanganingiz ma'qul. Bu lineyka eng to'g'ri tanlov hisoblanadi. Chunki o'zim foydalanib ko'rganman. Yuzingizni juda ham yaxshi tinchlantirib va yuzingizdagi buzilgan baryerlarni yaxshi tiklab beradi. Bu Skin 1004 ning eng tiklovchi lineykasi hisoblanadi. U teringizni mustahkamlash va qo'llab-quvvatlash uchun juda ham mo'ljallangandir. Va Skin 1004 haqida tushunishingiz kerak bo'lgan eng asosiy narsa shundaki, bu brend mashhur bo'lgani uchun ishlamaydi, balki u teringiz uchun to'g'ri holatda va to'g'ri mo'ljallangan bo'lib ishlab beradi. Azizlarim, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, masalaga hozir tezgina birma-bir tushuntirib o'tib ketaman. Demak, agar yuz teringiz juda ham sezgir bo'lsa, unda sizga kerak bo'ladi Centella lineykasi. Agar yuz teringiz suvsizlangan, quruq bo'lsa, unda sizga kerak bo'ladi Holotica lineykasi. Agar yuz teringiz yog'lik va poralar bo'lsa, unda sizga kerak bo'ladi Poramazing lineykasi. Agar yuz teringiz juda ham xira bo'lsa, unda sizga albatta Tone Brightening lineykasi kerak bo'ladi. Agarda yuzingiz juda ham zaiflashgan bo'lsa, baryerlarni tiklash kerak bo'lsa, albatta unda sizga Probiotico lineykasidan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Eng keng tarqalgan xato bu biz tavsiya qilinganlarni olmaymiz, balki ommabop, demak, reklamalarga uchib, reklamada mashhurlarni xarid qilib olamiz. Ana shu eng katta xato bo'ladi, azizlarim. Ammo teri parvarish qilish vositalarini xarid qilib olayotganingizda trendlarga, reklamalarga uchmasdan yuz teringizni holatiga qarab mosini xarid qilib olganingiz ma'quldir. Azizlarim, men sizga baland ovoz bilan ayta olamanki, biz O'zbekistondagi Skin 1004 Madagaskar brendini rasmiy vakillarimiz, demak, dilerlarimiz bizda faqat asl mahsulotlarni xarid qilib olishingiz mumkin va eng yaxshi narxlarda, arzon narxda xarid qilib olasiz. Agarda teringizni turiga ishonchingiz komil bo'lmasa, bizga kommentariyada yuz teringizdagi muammolarni, teringiz qanaqaligini yozib bering va biz sizni yuz teringizga qarab, skindan qaysi lineykasi mos kelishligini javob beramiz. Bundan tashqari yana boshqa savollaringiz bo'lsa ham qoldirishingiz mumkin. Biz hammasiga javob berishdan mamnunmiz. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, albatta bizga like bosing. Bu videoni o'zingizga yaqin dugonalaringizga, o'rtoqlaringizga ulashib qo'ying. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr!